Aka, mana shu akkumulyator bilan velosipedimiz 40 km yuradi. O'rnashinichi buni. Shunaqa qo'yamiz aka. Velosipedni yondiramiz. Zaryadini, tezligini, skorsini ko'rsatadi. Mana buni qarang aka. Orqasi обычный velosipednikida 7 skors bor, oyoqda tormoz bor. Ramas alyumin. Endi buni qo'shimchasi ushlang. Tortib ketadi, ikkisini tortib ketaman deyapti. Xotirjam 150 kg-gacha odamni ko'taradi. Ramas alyumin bu germanskiy bo'ladi. Xitoy velosiped bilan umuman solishtirib bo'lmaydi buni. Ramas alyumin oldi amortizatorli, diskalari 2 qavatli, spitsalari nержавейка, pakrushkalari Schwalbe Marazon Plus 3 qavatli antiprokol 3 mm gacha tikan, shishamaydi, kirmaydi. 7 ta skorsi bo'ladi. Nexus Yaponiyaniki. Bozorga chiqdingiz. Xo'p, sifatli narsani ko'rsangiz, narx qimmatli qilyapti. Narxi ma'qul kelsa, sifat yaxshi emas. Chusveloda bunga yechim bor. Ham narxi arzon, ham sifatli bo'lgan velosipedimiz. Tez aloqaga chiqinglar. Soni bir dona. Xudo xolasa, maza qilib yaxshi kunlaringga mininglar. Chusvelo bir qadam oldinda.